Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana 2025-yilning eng oxirgi kunlaridan turibmiz. Sizlarni qaraversa eldimizda kelayotgan 2026 yil bilan muborakbod tabriklayman. Xorazm Umra jamiyatidan, oilam nomimdan, ishchilar guruh nomimdan eldimizdagi yil barakatli yil bo'lsin. Sihat salomatlik yil bo'lsin. Kimda kim shu umra amallarini 2025da atanam bilan bora olmadim, atanamni yubora olmadim, sal imkoniyatim darajasi bo'lmay qoldi deganlar ilohim shu 2026da orzularına erishsin. Çünkü her bir kichkina boladan so'rasangiz, niyatingni odasa, orzungni desa, atanamni hajga yuboraman dedi. Ko'pchilik bolalar yoshlar aytadi. Alhamdulillah shu orzularga erishib o'tgan odamlarni ko'rib turibmiz. Albatta 2026-yilda erishsin deb niyat qilib qolamiz. Mana 2025-yilda 5000 ga yaqin ziyoratchini xizmatini qildik, alhamdulillah. Güzel xizmat qildik deb bilaman. Chunki jamoamiz bilan maksimal darajada harakat qildik, rozilik olishga harakat qildik. Kamchilik odamlar bunday qilish kerak edi deb takliflar berdirgan bo'ldi. Xudo xolasa shu kamchiliklarimizni ham to'g'rilab holatda 2026-yilda o'ta go'zal qilamiz. Bizlar tanlovda adashmaganlaringizni, shularning muqaddas umra amallarini biza bilan bajarishni xohlab, Xorazm Umra jamiyati yozilganlaringiz uchun sizlardan kattakon rahmat, minnatdorchilik bildirib qolaman. Qolaversa Xudo xolasa 2026-yilda sizlar yana bir chiroyli go'zal xizmatlardan kutib qoladi Xorazm Umra jamiyati. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.